Aziz mahalladoshlar, bugun sumkamni yo'qotib qo'ydim. Unda hujjatlarim bor, ichida birozgina mablag' ham bor edi. Kimda kim topib olsa, albatta suyunchisi bor. $100. Kiroring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rais bo. Ye. Yaxshimisiz? Muhtarjon, yaxshimisiz? Rahmat. Kelingchi. Ha, tinchmisiz? Hormang. Rahmat. Boringizga shukr. Rais bo endi bizda tarbiyachida o'rgatilgan kishini tillasi kerak emas, bilasiz. Aha. Shu tirikchilik mashinada taksi haydaymiz. Shu bir kishi sumkasini unutib qoldiribdi. İçinde hujjatlar bor ekan. Bir $8 deb puli ham bor. Ochib qaradimda. Agar shu iloji bo'lsa egasini topishda o'zingiz topib egasiga yetkazsangiz. Qarang. Halol ekanda kimniki bo'lsa ham mana. Aziz mahalladoshlar, bugun sumkamni yo'qotib qo'ydim. Unda hujjatlarim bor, ichida birozgina mablag' ham bor edi. Kimda kim topib olsa, albatta suyunchisi bor. $100. Mana. Rais boy, o'zingiz shug'ullaning, bor, ishlarim bor edi. Yo'q, unday qilmang. Bu yerda sizda halolligingizni boshqalarga o'rnak qilishim kerak. Shoshmang. Hozir bir mahalla gruppaga bitta e'lon beray. Hozir g'iz yetib keladi. Men bu yigitni taniyman-ya, o'zim mahallam-ku. Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Farhodjon Abdullayevni ko'rganlar, bilganlar bo'lsa bir og'iz aytinglar. Mahalla komitetiga bir kelib uchrashib ketsinlar. Sumkalarini topib olgan yigit ham meni xonamda men bilan birga suhbatda bo'lib turibdilar. Ana shunday halol insonlar ko'payaversin. Tezda kelib sumkalarini qabul qilib olsinlar. Oldindan hammaga katta rahmat. Ana. Shoshib turdim. Men kerak emas $100. O'zim topaman bilasiz. Halolni yaxshi ko'raman. Halollikni. Yo'q, sabr qiling. Unday qilmang. Ham quruq qaytmaysiz. $100 suyunchisi bor deyapti. Shuni pulini olib, hujjatini otib olganingizda nima bo'lardi? Qanchadan qancha tashvish bo'lardi. Sizga o'xshagan halol insonlar ko'payaversin. Shoshyaptimda. Yo'q, unday qilmang. Iltimos sizdan. Hozir $100 suyunchisi bor deb qo'yganman. Bekordan bekor berib yuboraveramanmi? $900 desam, shunda ziyon ko'rmayman. Mana shumidi sumka? Ha, albatta shu sumka. Ichida qancha mablag' bor edi? $900. Rais boy, 800 o'zim topgan vaqtim birdan ko'rdim, ochib 800 dedi, aka. Voy, o'z qo'lim bilan qo'yganman, $900 edi. Menga birovning puli kerak emas. Men halol odamman. Rais boy, bilasiz-ku, o'zingiz bir nima deng, 800 edi bu yerda. Mayli, 100 sizga suyunchi, 800. Aka, menga pulingiz kerak emas. Bir so'm kerak emas. Rais boy, bir o'zingiz shug'ullaringizni tushunmayapman. Nima deyish bilmayapman. Sani yo'qolgan puling $900 da. Ha. Shunday. Buni ichida $800 bor-da. Demak, bu sumka seniki emas. Bu sizga. $900 topilsa albatta senga beramiz. Ya?